Gepamergacha qanaqa holatda edingiz? Kasallik qanday aniqlab qolingan sizda? Almashtirish kerak, jigarni sroshin almashtirish kerak dedi. Og'riqlar bor edi, qo'llar ham, o'tda og'riqlar, o'tni og'riqlari ham. Holim yo'q, faqat yotaydim, charchab qolaydim, hansirash. Uyqu ham o'ziga yarasha, faqat yotaydim behol, uxlab-uxlamasdimda. Yo'q, mana buni qizim ko'ribdi Instagramdan. Bir oydan bo'lsa ichimman, ancha yaxshiman. Milk bilan qonashib qoldi, oshqozonda qoldi og'riqlar. 3 kunga og'riqlarim qoldi. Keyin badandagi toshmalar, bir nimalar bor edi, ular pasaydi, yaxshi. Mana ancha yaxshi foydasini men bildim shuni. Jigarni almashtirish kerak, zudlik bilan degan gap aytilgan navbatdagi xonadonimizda bizni kutib olgan mezbonlarga ham. Onaxon biz bilan suhbatda milkim qonayotgan edi. Bo'ldi, endi shunday ketaman shekilli deb o'yladim. Qornimdan bo'lardi, ichim qotardi. Xullas, ko'rmaganim, bormaganim, davolamagan usulim qolmagan edi. Lekin mana shu Gepamerdan keyin 3 kun o'tib o'zgarishni seza boshladim dedilar. Gepamergacha qanday edingiz? Undan keyin qanday holatlar kuzatildi degan savolga ularning o'zidan hozir javob olamiz. Assalomu alaykum xolajon. Alaykum salom. Ahvollaringiz yaxshimi? Xudoga shukr. Gepamergacha qanaqa holatda edingiz? Kasallik qanday aniqlab qolingan sizda? O'zi bu kasalimga ham bir 10 yillar koronavirusdan oldin bo'ldim. 10 yillar bo'ldi. Shundan bo'lsa mana davolanib yuruvdim. Lekin mana milklarni qonashib qolmadi davolanganim bilan. Keyin albumini olib bu yoq qilib o'zi davolanib yuraydim. Yo'q, mana buni qizim ko'ribdi Instagramdan. Bir oydan bo'lsa ichimman, ancha yaxshiman. Milk bilan qonashib qoldi, oshqozonda qoldi og'riqlar. Qorinda dam borda qoldi, o'tda og'riqlar bor edi, qo'llar ular ham, o'tda og'riqlar, o'tni og'riqlari ham. Yaxshiman, ancha yaxshiman, Xudoga behisob shukr. Bu mahsulotni olib kelguninglarcha holatingiz qanaqa bo'lgan? Holim yo'q, faqat yotaydim. Charchab qolaydim, hansirash edi. Shu milklardan ko'p qon ketganga juda qattiq zerikib yuruvdim-da. Hozir yaxshi. Asabiylik holati Asabiylik. Hech narsa yoqmay, ha? Hozir yaxshiman, Xudoga shukr, yaxshi. Uyqu qanaqa bo'lgan? Uyqu ham o'ziga yarasha, faqat yotaydim behol, uxlab-uxlamasdimda, og'riq kuchli edi-da. Mana shuncha yildan bo'lsa o'timni og'rigani qolgan yo'q edi. Shu og'riq qoldiraylik, mana больницаlarga yotganimga og'riq qoldiraylik qildi. Keyin mana Xafitol, Allahol ichmagan tabletka ham nimalar qolmadi. Yo'q, o'zi Xudoga shukr, ana shuni ichdim 3 kun deganga og'riqlarim qoldi. Qizimga aytdim, yaxshiman. Aytgan ularga dedim. Ana keyin yo'q, hozir ancha yaxshiman. Shifokorlar nima deyishayotgan edi? Mana qizingiz aytayapti, jigar almashtirish kerak degan edi. Buxoroga borib nima qildik? Almashtirish kerak, jigarni sroshin almashtirish kerak dedi. Shunga endi jigar almashtirishga men aytdim, sharoitim yo'q. O'g'lim almashtiramiz, mayli onajon, jigaringizni almashtiramiz deydi, ungacha nima ham qolmadi. Mana ancha yaxshiman, Xudoga shukr. Endi onaga bu gapni eshitish og'irlik qiladi. Shifokor tomonidan endi jigar almashtir degan gapni eshitish ham mablag' tarafdan, ham boshqa tarafdan, lekin ruhiy holatdan og'irlik qilgani tayin, to'g'rimi? Shuni o'zingizlarga borsam ham necha yoshdasiz? O'zingizga qarang, necha yoshgasiz? Bilasizmi jigaringizdan o'sha muammo borligini bilasizmi desa, ha, bilaman deb qo'yaydim-da. Bari bilaydimda, shu haqiqatan ham endi jigarim mazasi yo'q ekan deydim-da, nima qilmay qo'yaydim. Yo'q, Xudoga shukr, yaxshiman, ancha yaxshiman. Birinchi qabul qilganingizda nima o'zgarish paydo bo'ldi sizda? Birinchi qabul qilgandan 3 kunga og'riqlarim qoldi. 3 kun deganga o'timni og'rigani qoldi. Keyin ichaverganimga mana umuman och qolganimni his qilmasdim. Och qolaman, ovqat yeyman. Mana bularni ichaman vaqtiga. Xudoga shukr, yaxshi. Demak, ishtaha ham ochilgan. Ishtaham. Hol qanaqa holatingiz? Holatim yaxshi, ancha yaxshiman. Quvvatsiz edim, faqat yotardim deyapsiz. Hozir qanaqasiz? Yaxshiman, mana turib yurib, oyog'imga kirib chiqib yuraman. Yaxshiman. Keyin badandagi toshmalar, bir nimalar bor edi, ular pasaydi, yaxshi, ancha yaxshiman hozir, Xudoga. Qancha qabul qildingiz? Hali 1 oy ham bo'lmabdi. 1 oy bo'lmadi, endi 4-chiga 1 oy bo'ladi-da. Hali 1 oy bo'lmasdan shuncha o'zgarishmi? 1 oy bo'lmasdan. Agar buni 3 oyga yetkazadigan bo'lsangiz,
yugurib yurasiz ekanda. Nasib, Xudo nasib, xolasa. alhamdulillah. Endi hali tekshiruvdan o'tmagansiz. Yo'q. Lekin holatingizdan bilib turibsiz, o'zgarish yaxshi tomonga o'zgargan. Yaxshi, Xudoga shukr. Mana ko'rsatadi sizlar zamon nimadan Instagrammi, Telegrammi uncha tushunmayman. Ko'rsatadi hozir mana qarang shuncha odam ichyapti, nima qilib iching. Ixlos qilib. Ixlos qilib iching onajon deydi. Ixlos qilib ichyapman, duo qilib ichyapman. Baraka topinglar iloyim. Kompaniyalaringiz ham uzoq nima bilsin. Mana shu mahsulotlarni iste'mol qilish ham unaqa qiyin emas, bildingizmi? Bir ko'ngilni aynitib, doriga o'xshab achchiq emas. Yo'q, shuna yaxshi. Nimasi ham ana bular ham juda yaxshi ta'mi. Bular ham yaxshi maza qilib ichib, duo qilib o'tiribman. Dori ichganda ham bo'lmaysizda? Yo'q, doriga nima ham qolmadi. Dorilarni hammasini yig'ishtirdik. Chunki endi baribir kimyoviy preparatlar xohlaysizmi yo'qmi, jigarni o'ziga yana yuki bo'ladi-da. Oshqozonimni davolayman deb ichasiz, jigar zararlanadi. O'tni davolayman deb ichasiz, jigar zararlanadi. Buni tarkibida 60 xil giyohi bor, kompleks yechim beradigan, kompleks tanani qayerda muammo bo'lsa shuni davolaydigandan tashqari jigarni o'zini qayta tiklab, himoyalab, xullas mana hozirgi holatingizga kelib, bundan ham yaxshi bo'lishingizga yordam beradi, xudo xolasa. Yaxshiman. Mana qotishlar yo'q. Och qolyapman, damlar yo'q, og'riq yo'q hammadan ham. Mana shu 2 yil, 3 yildan bo'lsa 1 yilga 2 marta bo'lsa ham yotaman infeksioniga, lekin umuman og'riq qolmaydi-da. Doktor shuncha ukol olaman, og'riq qolmayapti, sekin-sekin 15 kunlarga ta'sir qiladi deydi. Og'riq bir kunda necha soat bo'lardi? Kuni bo'yi sim og'rib, birdan tomiri tortganday bo'lib, juda og'riq kuchlaydi-da o'timda. 2 yildan beri og'rimagan kuni yo'q. Yo'q, 2 ancha yildan bo'lsa og'rigan. Og'riq qolgan yo'q, lekin mana lichena olsam ham kirib, mana og'riq qoldiruvchilar olsam ham 1 soat, yarim soat qoladimi yo'qmi, yana boshlanadi-da. Men aytdim, shuncha ukol dori olib nimaga yaxshi bilmayman. Og'riqlar qolmaydi dedim. Mana buni 4-kunami 3 kunga aytdim qizimga. Ularga yozib yurman, og'riqlarim qo'l o'timni og'rigani qo'lli dedim-da. Shu o'ng tarafimda og'ir, holsiz, yotganim edi. Yo'q, xudoga shukr, yaxshiman. Endi eng yomon qo'rquv bu bo'ldi shu bilan ketaman degan qo'rquv bo'lsa kerak-a, menimcha. Hech kimga ayta olmay o'ylagansiz-da endi. Shunday. Endi qarichilik mana yaxshi bilmayganimda deyurdim. Yo'q, yaxshiman, xudoga shukr. Endi bu mahsulotlarni qo'rqmasdan boshqalarga tavsiya qila olasizmi, gapim? Albatta. Buni kim ichsa ham mana ancha yaxshi foydasini men bildim shuni. Aytdimki, men o'sha siz bilan gapirmasizdan oldin ham men aytdim, yoz doktorga, men yaxshiman, holatimni yozib tur. Yaxshiman deb o'tirdim qizimga. Ko'pchilik ishonmaydi-da, mana hozir biz qaysi tumandamiz? Qiziltepadan, Navoiy. Toshkentdan Navoiy viloyatining Qiziltepa tumaniga kelib, sizlarni bezovta qilib, mana shu intervyular olib yurganimizda ham ko'pchilik, bular pul berib gapirtiryapti-da deb o'ylashadi. Mana endi nima deydi? Ko'rib o'tiribdi Alloh, men sizga kelganingizda men sizga video aytdim. Aytdim. Kamera yoqilmasdan turib Sarvarjon, menga shu narsa foyda qildi. Men to'g'risini sizga aytaman dedimmi? Mana dasturxon turibdi. Aytdim. Men borini aytaman. Boshqalarni yana bilmayman, kim nima desa, men shu narsani ichib juda foyda ko'rdim shundan. Bardavom bo'lsa, xolajon. Iloyim baraka topinglar. Mana endi 1 oy hali bo'lmabdi. Agar buni 3 oyga yetkazib qo'yadigan bo'lsangiz, menimcha Toshkentga endi bizni ko'rgani siz borasiz-da. Xudo xolasa, o'zingiz shijoat bilan, harakat bilan sayohat ham bo'ladi, dam olish ham bo'ladi. Chunki bir dard bilan inson uzoq yil o'ylanib yashasa ham ruhiy holati tushib ketadi-da. Hali hech narsaga ishtiyoqi qolmaydi, shijoati qolmaydi. Endi mana shu mahsulotlardan keyin avvalosi kayfiyatingiz yaxshilanganini ham sezdingizmi? Kayfiyat yaxshilanadi, ishtiyoq ortadi. Mana shu men Navoiyga ham yotdim oxirgi marta Musayev degan doktorga, xolajon, zerikmang, bu kasal o'ziz bilan birga, bu tog'ni kemiradi, bu ukol dori pastan har masalan 6 oyga lichena olib turishingiz kerak. Qancha qon ko'paytirib ukollar olib berdi o'g'lim, albuminlar olib berdi. Hay deyman, bilmayman, nimagadir hech ochilmayman ham, yaxshi ham bo'lganimni bilganim ham yo'q.
nimadan balkim milklarimdan ko'p qon ketyapti, shu uchunmi, holim yo'qmi, immunitetim tushganmi, qon sharam pastmi deydim. Mana buni ichgandan keyin mana u har kun tishimni yuvish yoqqa tursin, o'zi kirsam, og'zimdan qon kelsa, o'zi yuragim nima bo'lib ketaydi-da. Uyushib va shuvullab. Endi endi shunday bo'lar ekanda, endi ko'rganman-ku mana kasallarni, shunaqalarni ko'rganman. Shunday deb o'ylaydim endi, endi baribir yaxshi bo'lmaydi. Kompaniyaga bildirgan ishonchingiz uchun, shifo olayotganingiz uchun mana sizga 1 oylik muolajalar to'plami. Ichkarida 2 ta choyi bor, 2 ta asalli pastasi bor, siropi bor. Maza qilib iste'mol qilib, sog'lig'ingizni tiklab va asosiysi uni mustahkamlab olasiz, xudo xolasa. Nasib. Mana sizni intervyu berishingiz ham birmas yuzlab insonlarni shu mahsulotga bo'lgan ishonchini oshiradi va buning orqasidan shifo topsa, Iloyim topsin hamma shifo ham. Hamma ham mana yoshdir, qaridir, hamma ham yashash kerak-da. Endi shu kasal ekanim deb nima qilib butun uzilib qoluvdim. Yo mana farzandlarim telefon qilib, "Onajon, ana shunaqa bor ekan, bir ko'ring" dedi. Keyin ko'rsatdilar. Men aytdim, "Mayli, olamiz, ichamiz, yaxshi bo'lsam bo'yladim." Yo'q, Xudoga shukr yaxshiman. Ranglaringiz umuman bemor odam rangiga o'xshamaydi, to'g'risi. Yo'q, hozir nabiralarim ko'rdi, aytdi, "Bibijon, ancha ranglaringiz ochilib, yaxshi bo'libsiz." Yo'q, sizga xolam yaxshi qarayaptimi degan savollar bo'lmaydim. "Yo'q, men dorilar ichyapman" dedim. Yaratgan mukammal shifo bergan rost bo'lsin. Iloyim oxirigacha shunaqa natija bo'lsin. Uzoq bo'lsin. Hammalaringizni kelgan qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin, iloyim. Rahmat, olajon. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Salomat bo'ling. Hozir mana bizni yonimizda qizingiz ham o'tiribdilar. Endi yuzimni ko'rsatmanglar degan uchun kadrga qo'shmayapmiz, ammo qiz sifatida onani bunaqa holatda ko'rib turish sizga oson bo'lmagan, to'g'rimi? Juda qiynaldik. Onajonimni ko'rib, endi tamom deb o'yladilar-da. Ko'p qon kelaverdi-da. Kuniga 3-4 marta, 5 martalab ham kelaverdi. Ko'p yanada. Toza qonligi ham ko'rinib turardi-da, keyin yig'lardilar-da. Keyin buni aytganimga ham Sarvarga men ishonaman, Sarvar reklama qilganlar, onalari yaxshi bo'libdilar ekan deganimga, "Yo'q, endi menga ta'sir qilmaydi" dedilar boshiga. "Olma" dedilar. Biz ham juda tushkunlikka tushib qoldik. Keyin aytmadim onamga-da, zakaz qildim dorini. Keyin u kishiga doktorga tushuntirdim holatlarini, "Yo'q, yaxshi bo'ladilar" deb aytdilar-da. Doniyor doktor. Keyin zakaz qildik. Sraz "Onajon, dori keldi" dedim. "Iye" dedilar. "Zakaz qildik, dori keldi" dedim. "Iching, iltimos, ixlos bilan iching" dedim. Keyin "Haybacham" dedilar. Ichishni boshladilar. 3 kun ham o'tmadi menimcha. 3 kun deyaptilar, 3 kun ham o'tmadi. 2-chi kunlaydimi, 3-chi kun ekanmi, telefon qildim. "Qana, yaxshimi, ichyapsizmi? Parhez bilan boshladingizmi" dedim. Keyin "Ha, parhez qildim. Ichyapman" dedi. "Og'riq qoldi" dedilar. Keyin men aytdimki, dedim, ishonmaganda, dedim. Keyin "Ha, rostdan og'riq qoldi" dedilar. 5-chi kun edi, dedilar, "Bacham" dedilar, "qon qoldi" dedilar-da. Biz yig'ladik-da bu yoqda. Xayolingizga endi ishonmaganda-da, o'zim ham ishonmaganda. Keyin uyga olib keldim, shera keldilar. O'zim hozir vaqti bilan beryapman, parhez qilyaptilar. Xudoga shukr, yaxshi. Birinchi 2 mahalga tushdi qon kelishi. Keyin doktorga aytdim. Keyin qolib ketdi, umuman qolib ketdi, onajon. Keyin 10-kunlaydi, qayta yana qon keldi. Keyin doktorga telefon qildim, doktor aytdilarki, "Bir qo'zg'aydi" dedilar. Dildor opa dedilar, "Bir qo'zg'aydi, qon nima qilish" dedilar. Keyin undan keyin qon ko'paytiruvchi qo'shinglar araga dedilar. Gemoglobin tushganda ham shunday bo'ladi dedilar. Keyin qon ko'paytiruvchi bilan foliy kislota qo'shdik. Buni ham ichyaptilar. Qon kelish to'xtadi-da. To'xtadi. O'zlari ham kayfiyat. Jigar almashtirish kerak deb yurgansizlar. Jigar Hindistondan doktorlar keldi Buxoroga. Keyin aytdiki, "Apam eshitdimi, kim eshitdi-da, olib kelinglar ko'rsinlar" deb u yoqdagi doktorlar aytgan, keyin ko'rsatdik edi. Keyin aytdi, "Yo'q, ukol dori kech qolgansizlar, jigar almashtirish kerak" dedi. "Srochni jigar almashtirmasalaringiz bo'lmaydi" dedi. Endi bu gapni eshitib sizlar tabiiyki o'zinglarni yo'qotgansizlar. O'zimizni yo'qotib qo'ydik. Qaysimizga to'g'ri keladi, nima bo'lib qoldik. Keyin holsiz bo'lib yotib qolgan edilar. Tanalariga shishlar ham bor edi, oyoqlari shishib ketdi. Yurolmaydilar. Yursam boshim aylanadi deydilar. Qon ketyapti keyin. Boshim aylanadi deydilar. Holsiz faqat uxlaydi. "Onajon, uxlash uchun keldingizmi" deymizda biz to'g'risi. Boshlarini qo'yarlar, yotarlar. Ana shu doridan keyin Allohga shukr, yaxshi. Mana endi kuninglar bayramda o'tyapti ekanda. Mana opamga borib xursand bo'lib keldilar. Kecha tug'ilgan kunlari edi 28ga. Doniyor doktor telefon qildilar.
ana tug'ilgan kunlari dedim birdan davlenam ko'tardim, xursand bo'lib ketdim Sarvar keladi deganlarga. Rahmat. Keyin nima qildilar? Ana tug'ilgan kunlariga sovg'a sizlarga dedilar, doktor. Xudo xolisa bardavom bo'lsin iloyim. Ilohim, Mana shu rahmat, muolajalar bilan baraka yana ham topinglar. davom ettirib, mustahkamlab sog'liqni. Aytyapman-ku, endi biz mana siz oldiga keldik, endi navbat sizdan. Toshkentga borasiz, xudo xolisa. Xudo xolisa. O'qiymiz deyman hali qizim bilan birga. Ana. Yaxshi mana. Qo'lim yo'q deb aytaydilar. Namoz Ibodatga ham o'qiyman. quvvatsiz bo'lib qolgan bo'lgansizda. Shunaqa. Agar bizni kuzatib o'tirganlarning orasida ham jigari xastalar bo'lsa, muammosi jiddiylashib borayotgan bo'lsa va yoki jiddiy vaziyatda turgan bo'lsa ham ahamiyati yo'q. Telefon qilib, qo'ng'iroq qilib mutaxassislardan maslahatlarni oling. Mana o'zingiz yuqoridagi fikrlarni eshitib chiqdingiz. Bizning maqsadimiz sizga majburlab buni o'tkazish emas. Hech kim majburlab sotmaydi buni sizga. Asosiy maqsadimiz tuzalish yo'li borligini aytish. Sarvar undoq deydi, Sarvar bundoq deydi deganlar ham mana eshitib qo'ysalar bo'ladi. Sizga ishonib oldim degan gap o'zi aslida menga katta mas'uliyat. Ertaga buni gapirganimdan keyin insonlarning hayoti qaysi tomonga o'zgaradi degan o'y fikr menda ham bo'ladi. Va mana shunaqa suhbatlar, mana shunaqa o'zgarishlarni ko'rganimdan keyin men xayriyat deyman, Yaratganga shukrlar aytaman. Sizni ham xonadoningizga balki tabriklab borish nasib qilar. Balki emas, bunga o'zingiz ishonsangiz biz ham ishonamiz. Sizlarga katta rahmat. Rahmat. Sog' bo'linglar. Barak-